Sof isitish kotyonlari zavodi Sof Ultra kotyollarini taqdim etadi. Sof Ultra kotyollari nijniy горение kotyonlar hisoblanadi. Nijniy горение bu ichida bunker bo'ladi o'zi. Solingan ko'mir pastdan yonadi, shaxtniy горение bo'lib yonadi. Nijniy горение bu eng ekonom va uzoq vaqt yon beruvchi kotyol hisoblanadi. Sof Ultra kotyollarimiz ikki xil o'lchamda bor. 20 kilovatlik va 32 kilovatlik turlarga bo'linadi. 20 kilovatligini sizga tushuntirib beraman. Sof Ultra 20 kotyoli 20 kilovat quvvatga ega. Isitish maydoni 100-200 kvadratni tashkil qiladi. Radiator soni 5 ta 8 ta radiatorni isitib beradi. Xonalar soni 4 tadan 7 tagacha xonani isitib bera oladi. Cho'pli pol maydoni 120 kvadratgacha bo'lgan maydonni isitadi. Yoqilg'i, ko'mir, o'tin bu ultra kotyolning eng afzal tomoni ham nijniy ham verxniy горение kotyol bo'lib ishlab beradi. Shuni hisobiga ham ko'mir, ham o'tinda yonadi. Gazda ishlashi, gazga ham горелка qo'ysa ishlaydi. Faqat past gazda, bosimi kam gazda ishlamaydi. Sof ultra kotyollari mana shunaqa turbo to'plam bilan mayda hoka ko'mirga ham ishlab beradi. Demak, angren ko'mir, mayda ko'mir sifati past hoka ko'mirlarga ham bemalol ishlab beradi. Xo'p, kafolat muddati 4 yil. Zavodimiz Toshkent shahar TTZ traktor zavodida joylashgan.